bizning davrimiz. Atimi emas, boshqa kunimi emas. Dal hozirning o'zi. Ba'zilar dunyoni, hukumatni va boshqalarni o'ziga qarzdor o'ylaydi. Amaliyotda hech kim bizga qarzdor emas. Hayot bizga berilgan sovg'a. Agar biz bu sovg'adan unumli foydalanmasak, o'zimizni emas, butkul insoniyatni ko'zga ilmagan bo'lamiz. Men quloq sedim. Jo'shqin tarbiyalar sizga ilhom bo'lsin. Qo'ng'iroq soatning ta'tir hisoblayotgani vaqt emas, aksichi sening hayoting. Biz faqat bir qatim yashaymiz. O'tib ketgan har bir vaqtni biz hargizmi orqasiga qaytara olmaymiz. Hayotning orqa qaytarish kunukisi yo'q. Sen hayotingning eshib qolgan qismida nima ish qilmoqchi? Biz hozir nimani tutib turayotganligimizni bilamiz, ammo o'zimizning yana qancha uzun yashay oladiganligimizni bilmaymiz. Men shuni bayqadimki, g'alba qilguvchi dal butun zehnini qo'yib ish qilib, vaqtini isrof qilmagan odam. Ular to'lib tashgan yangilik yaratish kuchiga ega. Ularning har bir minuti to'lib tashgan xushallikda o'tadi. Quruq ham xiyolga cho'kib ketma. Yaxshi o'ylab, qo'l tiqib ishlashni boshla. Birinchi qadamni bos, nishonini reallikka aylantir. Aşı o'y fikr va natijalar sening berib qizib chiqishingni saqlayotadi. O'z hayotingda yasha, o'zingga tava bo'lgan buyuklikka qadam ol. Biz cho'qim ko'krak yerib o'tirib chiqishimiz kerak. Jumladan o'zimizning eng chong rolini joriy qildirishimiz kerak. Sen cho'qim orzuyingni amalga oshirishing kerak, chunki ularning yuz berish mumkinchiligi bor. Men hargiz fursatni katkazatmayman. Men cho'qim fursatni ching tutaman. Xuddi hayotimning eng oxirgi bir daqiqasi kabi. Bu bir xil ruhiy holat. Agar sen berib dars anglashni qaror qilgan bo'lsang, unda dars anglashga bor. U hayotlik yoki o'lim bo'lishining qat'iy nazar. Hattoki sening uning bilan suhbat qilgudek fursating yo'qdek. Mana shunday. Sening oilang va oila a'zolaring bor. Sening yana orzu umidlaring bor. Sening yana nurg'ulgan fursatlaring bor. Hayotingdagi eng qiyin bo'lgan foydali fursatni ching tut. Balkim sening ikkinchi qatimliq fursating bo'lmasligi mumkin. Balkim sen to'rtinchi qatimliq fursatga erishamasliging mumkin. Ba'zilar tepalg'usiz bir fursatga erishadi, ammo uningdan qo'rqish qiladi. Ba'zilar tepalg'usiz bir fursatga erishadi, ammo to'g'ri yurakli qiladi. Ba'zilar tepalg'usiz bir fursatga erishib bo'lgan bo'ladi, ammo bilmay yana saqlab turadi. Gapimni Allah, sen cho'qim irodangni kuchlantirishing kerak. Shuning bilan bir vaqtda irodangni harakatingga bo'ysundirishing kerak. Hayotingdagi ba'zi ishlar hargizmi haqsiz emas. G'alba hech zamonda o'zligining qo'liga kelgan emas. Uni sen tirishib qo'lga keltirishing kerak. Sen uni qo'lga keltir. Men seni uni qo'lga keltir deyapman. Her gün ettiğini o'rningdan turgandan başlap bir gün ichida 86.400 qatim fursat bor. Men sening bu fursatlarni yaxshi ishlatishingga muhtoj. Yer ustiga bir chegarasizliksiz, ondan bu bir o'tmish degan. Hamda bu chegarasizlikka mangu qaytib kelma. Sen o'zingga qilgan va'dangga tikil. Mana bu dal yangichi va yengilguchining o'tirisidagi farq. Mana bu turmushni yengilchilar bilan turmushga bo'ysunib yashaganlar orasidagi o'xshash bo'lmagan nuqta. Ular o'tmish bilan hozir orasiga bir chegarasizlik, hamda orqaga yonmadi. Sen şu xildagi odammi emasmi? Sen şu xildagi men qilalayman deyalaydigan odammi emasmi? Men o'zim orzu qilgan holatga o'zgarman. Biz tug'ilishimiz bilan unchalik qaltis odam emas. Biz o'zgarishga muhtoj. Bu o'zgarish uchun nurg'unlagan qurbonliklarni berishimiz kerak. Yerga bir chegarasiz. Barliq kuchingni ishga solib, endi o'tmishimga qaytmayman deb ba'diba. Sen shundala hayotingda olamshumul o'zgarish bo'lganini ko'ra olaysan. Men dunyoda orzusi yo'q odam borligiga ishonmayman. Muvaffaqiyat to'g'ri nishon va orzuga ega tirishchan kishilarga mansub. Ikkilanma, bal qo'yib etma. Har qanday ishga cho'qim bir amal bor.